Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar, eshituvchilar deymiz. Xo'p, manimcha hali ko'pchilik kirmabdi. Xo'p, nima haqida gaplashamiz bugun? Qo'l ko'tarishyapti. Xo'p, mayli qani. Nima demoqchi edingiz? Manimcha bilmadilar, ko'rmadilar shekilli anaqani. Ruxsat berganimni. Xo'p, xo'p, ozgina bugun shu kutilmagan iste'folar haqida ozgina gaplashib o'tamiz. Endi o'zi bu haqda bunaqa gapirmoqchi emas edim. Chunki bizada bilsanglar, aaa, o'zbek segmentidayam, rus segmentidayam baribir APLni juda ko'p gaplashishadi, Real Madrid, Barselonani ko'p gaplashishadi. Shuning uchun qisqa qilib aytmoqchi edim. Aaa, nimaga anaqa bo'ldi, nimaga misol uchun Maresga ketdi desa, mani o'ylashimcha, bu yerda o'sha asosiy holat Mareskani aaa, yondashuvi, ya'ni uni o'sha falsafasi, uni u xohlagan taktikalarni amalga oshirishga imkon bo'lmadi Chelsida. Bunga ko'p to'suvlar bo'ldi. Misol uchun o'sha sport direktorini xatti-harakatlari, keyin umuman o'sha Chelsini nima deymiz, to'g'ridan to'g'ri siyosati. Ya'ni u murabbiy bilan qanaqa kelishuvlarsiz o'yinchi sotib olib kelish, bir man o'zi Chelsini aytdim-ku, boya audio tashladim, yana qaytaraman. Chelsi man nazdimda shunaqa bir ish qilyaptiki, amerikaliklar oldi. Amerikaliklar bitta narsani tushuninglar, keskin farq qiladi boshqalardan tashqari, hatto yevropaliklardan ham. Misol uchun mana yevropaliklar ko'proq sakralizatsiyaga qaraydi. Yevropaliklar agar bu ishga kirishsa yoki pul tiksa futbolda, sakralizatsiya degani u o'sha muqaddaslik, ya'ni ular o'sha klubni anaqalariga nima deydi, qanaqa tushuntirsam ekan, uni qadriyatlariga amal qilishadi-da. Mana misol uchun Juventusni bilamiz. Hozirgi kunda Juventusda muammo nima bo'lyapti? O'sha Elkanlar, men buni yozib tashladim. O'sha kriptovalyuta kompaniyaga, katta korporatsiyaga sotsak bo'ladimi yo'qmi deyishyapti. To'g'ri, u korporatsiya italyanlarniki, u italyan ham muxlis. Lekin u yerda muammo nima bo'lyaptiki, ya'ni buni qadriyatlariga ta'sir qiladimi yo'qmi Yuventusga qanchalik? Shu kun tartibida turibdi. Shuning uchun sotish ikkilantirishdi. Lekin sotishmasa bo'lmaydi, chunki davr talabi. Agar Yuventus o'sha bundan 5 yil oldin, 4 yil oldingi holatida olsak, mana misol uchun 2020-yilgacha, to 2010-yildan 2020-yilgacha bo'lgan muddatda flagmanga chiqdi-ku, Yevropa darajasiga chiqdi. 2 marta Yevropa Liga Chempionlar finaliga chiqdi. Ya'ni mana shunaqa komanda bo'lishi uchun, keyingi etapga o'tish uchun moliya kerak. O'sha juda katta miqdorda. Chunki bizni tan olishimiz kerak, o'sha hozirgi kundagi Citymi, PSJmi, APLdagi Arsenal, Liverpool, Manchester United, Chelsea hammasini orqasida katta pullar turibdi-da, korporatsiyalarni sotyapti, unga pul kirgizyapti. Bu qanaqadir bir o'zini klubidan bir qadriyatlariga amal qilishmayapti. Darvoqe mana yerda o'zi Manchester inqirozi. Ya'ni Manchester United qanaqadir bir qadriyatli jamoa edi. Hozir ko'ringlar, uni o'zi jamoaga kelayotgan o'yinchilarni bittasini qaranglar. Men ko'rib hayron qoldim. Qanaqadir bolalar o'ynab yuribdi. U yerda o'sha qadriyatlar bo'yicha olib kelinganmi, yo'q, prosta sport direktori va o'sha bir 20 yillikmi, 50 yillikmi strategiya bo'yicha o'yinchilarni olib kelishyaptimi, men bilmayman. U yerda nima bo'lyapti, lekin g'alati ishlar bo'lyapti. Chunki nimaga desanglar, katta pullar kirg'izilyapti. Maqsad boshqa u yerda. Misol uchun Cityni ham men aytamanki 50% Husanovni olib kelishida 50% sababi O'rta Osiyo qatlamini urush bo'lgan. Ya'ni shu qatlamda ko'p, ya'ni o'zi buni подписчикini ko'ringlar, sizlar buni подписчиклari qanchalik kuchaydi, ko'paydi Cityda. И то Chelsea ham xuddi shunaqa. Ya'ni Chelseada nima bo'lyaptiki, bular
shu futbolchilarni juda katta miqdorda olib kelishyapti-da, yosh futbolchilar, umidli futbolchilar. Bularni ko'rsatib turib, keyin qimmat pulga bang'illatib urishmoqchi. Yaxshi o'sha sport direktorini olib kelishgan shu borada. Agentlik ishlayapti. Misol uchun 5-6 ta kuchli agentlar bilan ishlashadi. Ularga futbolchi nabirati qilib beradi, keyin jamoa topib pexat qilib Farqi yo'q, Al Hilol, Al Nasrgami yoki какой-то bitta Yevropada pul kelib qolgan xalyaviy komandalargami. Chunki o'sha Garnacho holatida 70 million pul so'rashdi Napolidan. Men o'yladimki, bular yo esini yo'q qo'ygan yoki Napoli bilan aloqa o'rnatayotgan agent nima deydi, hazillashyapti. Chunki Garnacho 70 million birinchidan turishi o'zi shubhali. Ikkinchidan o'zi Napoli 70 millionga futbolchini sotib oladimi, yo'qmi o'zi? Masala shu. Ya'ni mana shu siyosatda murabbiy kelib, bu murabbiy o'zini bir falsafasiga ega, bir futbolda o'zini bir so'zini aytmoqchi bo'lgan, ya'ni bir inqiloblar qilmoqchi bo'lgan odam bo'lsa, bu jamoada ishlolmaydi-da bu. Bu jamoaga san mana jamoani qurgin deb aytishmagan ham bo'lishi mumkin. Просто unga aytishgan, mani nazdimda, mana senga o'yinchilar, shu o'yinchilardan foydalanib, sen muayyan bir natija ko'rsatgan, misol uchun kubokka olgan. Agar qo'lingdan kelsa, Liga Chempionov finaliga chiqqan, yarim finaliga chiqqan. Endi kutilmaganda sen chempion bo'lib qolsang APLda yoki Liga Chempionovga Tuxelga o'xshab olsang, вот такой bonus. Ну, по факту zadachalar unaqa сложный bo'lmagan. Lekin Mareskani holatida men bu narsalarga ko'nib ishlamasligini men bilganim nima deyki, boshqa murabbiy bo'lsa, misol uchun ko'nib ishlaydi, misol uchun boshqacha bu yoshidagimi boshqalarmi, lekin Mareskani ko'nmasligi sababi, Mareska ham shunaqa futbolchilardanki, u o'zini so'zini aytolmagan futbolda. Sizlar o'zi bitta shu narsaga e'tibor qilinglar-da, mana murabbiylarni xatti-harakatini sizlar bilmoqchi bo'lsanglar, mana qattiq tirishishayotganini, o'sha murabbiy, ikki xil murabbiylar bor-ku, mana biz bilamiz. Misol uchun futbolchi bo'lib chiqqan murabbiylar bor yoki futbolchi bo'lmagan chiqqan. Bu alohida ikkita betga. Futbolchi bo'lib chiqqanlarni ham ikkiga bo'linishi bor. Yaxshi futbolchi bo'lib, ko'p narsalar yutib, misol Zidanga o'xshab chiqib, yana yutganlar bor yoki o'zi bir nomi zo'r bo'lgan, talanti bo'lgan, nimadir bo'lib ololmagan. Ya'ni nimadirlar bo'lgan. Masalan, Gvardiolada ham xuddi shunaqa holat bo'lgan. Takoy bir qarasangiz talant futbolchiga o'xshagan bo'ladi, bir qarasangiz oddiy o'rta miyona. Uni ham o'sha dilida qolib ketgan edi futbol haqida. Yoki misol uchun Simone Inzaghi. Hozirgi kunda agar Simone Inzaghi bo'lganda, men o'ylaymanki Italiyaning eng zo'r o'yinchisi bo'lardi. Lekin u payt shunaqa paytga to'g'ri keldiki, Simone Inzaghi o'zini o'sha Filippo Inzaghi bilan, o'zini akasi bilan tortishishga to'g'ri kelardi, raqobat qilishga deganim. U yerda Totti, Montella, Del Vecchio, endi u yerda bir 10 ta, 15 ta hujumchi bo'lardi Italiyada. Bular shuni orasida u qanaqadir zaxiradan o'yinga tushib, shunda ham gollar urib tashirdi. Talant bola edi. Ya'ni Simone Inzaghi yomon futbolchi emas edi u. Katta komandada o'ynardi. Hattoki 3-rezerv bo'lardi. Chunki o'sha Marcelo Salas, Alen Bokshich, Claudio Lopez, Hernan Crespo kabilar bo'lgan Lazioda. Ya'ni nima demoqchimanki, o'zini so'zini aytolmagan odam Mareska. Chunki Mareska o'zi talantli yarim himoyachi bo'lgan, faqat u ham o'sha Juventusga to'g'ri kelgan. Juventusda o'zini ko'rsata olmagan muayyan bir sabablarga keyin o'sha Ispaniyaga ketdi. Sevillada o'ynadi, takoy harakat qildi. Ya'ni o'sha ichida qolib ketgan edi. Ya'ni bu ichida qolib ketgan narsasini futbolchi o'sha murabbiy bo'lib bir qichqirig'i bor deydi, hayqirig'i bor edi. Mareskaga bo'lmadi. Endi balki o'sha uni yaqin aloqalari, Gvardiola bilan aloqalarini hisobiga bir xil aytishyaptiki, Gvardiolani o'rniga o'tiradi deyishyapti. Lekin u Gvardiolani o'rniga agar yozda Gvardiola ketsa, uni o'rniga o'tirsa ham, shu yozda ketsa ham bo'lardi Chelseadan. Lekin bu o'sha Chelseada siz xuddi misol uchun siz mana bir joyda ishlayapsiz, lekin atrofingizdagi odamlar bilan siz chiqishmaysiz, siz ularni yoqtirmaysiz, siz невозможно bo'ladi-ku, xuddi shunaqa holat bo'ldi deb o'ylayman Chelseada. Xo'p, endi bu
Amorimda sal boshqacharoq. Amorimda rost mana konflikt ketdi. Misol uchun Mareska o'zi xohlab ketgan bo'lsa, lekin u yerda ham Mareskada ham Amorim bilan bir xil holat bo'lgan, ya'ni konflikt, ya'ni Mareska aytyapti, "Men o'zim o'yinchilarni tanlayman, men o'zim taktika belgilayman" deyapti. Misol uchun mana Palmera almashtirish vaziyati bo'ldi bir marta, skandal bo'ldi. Ya'ni shifokor aytganki, komandani Palmer manimcha muddatdan keyin almashishga shart degan. U majbur almashtirgan jahl bilan. Ya'ni bunaqa holatlar bo'ldi. O'yinchilarni misol uchun jarohat olmaslik uchun yoki manimcha muddat o'ynashi mumkin deb. Nimaga shifokor bunaqa darajada daqiq aralashayotganiga sabab, ya'ni shifokorga ish yuklatilganda sport direktori tomonidan shifokorga aytishganki, "San shu bolalarning sog'lig'iga javob berasan, chunki biz buni mana yangi yil keldi. 1-yanvardan transfer oynasi ochilsa, biz kimlarnidir sotishimiz kerak. Ulgurmaganimizni yozda sotishimiz kerak." Shunaqa yondashuv bo'lgan. Shuning uchun shifokor murabbiyga aralashgan. Endi hozir bir toifa tahlilchilar aytyaptiki, misol uchun Mareska hop deb jim bo'lib ishlashi kerak edi deyapti. Yoki o'sha shifokorga ham bo'ysunish kerak edi, quloq solish kerak deyotgandi. Lekin men o'zim shaxsan aytamanki, yo'q, chunki siz murabbiysiz, lekin sizga kelib kimdir o'yinchini man paytda almashtirgin yoki man paytgacha o'ynatgin desa yoki sport direktori kelib mana shu bolalar bor, xohlaganingcha o'ynat, lekin plankadamiz shu bizani desa, u nima deydi, karyera qilib nimadir natija qilmoqchi bo'lgan murabbiy uchun bu yoqmaydi. To'g'ri, o'rtamiyona bironta bir murabbiy bo'lsa, misol uchun ya'ni qaysidir ma'noda motivatsiyasi yaxshiroq pul topish bo'lsa, ishlab yuraveradi. Mana qo'limizdan kelayotgani shu deydi. Ya'ni shu Chelseani 6 talikdan pastga tushirib yubormaslik bo'ladi. Vazifasi shunaqa. Amorimda ham xuddi shunaqa vaziyat bo'ldi. Amorimda nima bo'ldi? Amorim to'g'ridan-to'g'ri u ham sport direktori bilan konfliktga ketib qoldi. Nimaga desa, o'sha bunda ham o'sha futbolchilarni olib kelishda men bilan maslahatlashmayapsizlar degan. Har xil talablar qo'yishni boshlagan. Chunki uni bitta intervyusida ham aytdi, "Men faqatgina murabbiy emasman, men menejerman" dedi. Ya'ni sport direktoriman, men kontrol qilaman futbolchilarning kelishi, ketishi jamoaga dedi. Bu ham xuddi o'sha bu ham konflikt olib keldi. Nimaga? Qanaqasiga dedi. Ya'ni men sizlarga aytyapman-ku, mana Angliyada nima deydi, futbol nimani hisobiga rivojlangan? O'zi mana sizlarga bitta aytib o'tib ketay. Bu haqida bir maqola tayyorlamoqchiman kelajakda. Vaqtim bo'lsa inshaalloh. Ya'ni translyatsiyalarni sotish orqali bular shu darajaga chiqqan. Ya'ni translyatsiyalar, ya'ni Apple Angliya futbol federatsiyasidan alohida tashkilot bo'lib chiqib kelganda, mana misol uchun Italiya A seriyasida unaqa narsa yo'q. Futbol federatsiyasiga bo'ysunadi. Bular alohida chiqib keldi, stadionlarni alohida xususiylashtirdi, hamma narsani sotishdi. Misol translyatsiyalarni sotishdi, o'zligi Apple alohida bo'ldi. Shuning uchun mana Angliya kubogi boshqa narsa, Apple boshqa narsa. Ya'ni u alohida struktura demoqchiman. Xuddi shunaqa ish bo'ldi. Xullas asosiy o'sha tashqaridan investorlarni jalb qilishdi-da, Apple o'sha 90-yildan keyin. Bu o'sha to davom qachon bu bunga chiqdi? 2005-yildan keyin Apple kuchayib ketdi. Chunki nimaga deyilsa, o'sha buni qaysidir ma'noda o'sha Calciopoli sababi ham bor. Ya'ni diqqat markazi Italiyadan bu yoqqa o'tkazishdi. Mana shu holatda Apple'da chetdan kelayotgan investorlar boya aytib o'tganimdek, ular qadriyatlar bilan ishlamaydi. U futbolga umuman aloqasi bo'lmagan tashkilotlar ham olgan bo'lishi mumkin-da. Buni qanaqa boshqaramiz? Shunchaki raqamlar bilan boshqarish. Hozirgi kunda O'zbekistonda ham kuchaydi bu biznesda. Misol KPIlar bilan ishlash, misol uchun siz faqat katta kompaniyaning direktori bo'lsangiz, korxonaning direktori bo'lsangiz, siz shaxslar bilan ishlamaysiz, faqat sifralar bilan ishlaysiz. Sizga berilayotgan sifralar bilan qaysi otdel qanaqa bitkada nima va hokazo. Bu yerda xuddi shunaqa futbolga ham xuddi shunaqa yondashishyapti. Shuning uchun ham misol uchun nima deydi, farqli ravishda Angliyada murabbiylarni olib kelish misol uchun boshqacharoq bo'ladi. Misol uchun mana Ispaniyada bu boshqacharoq yondashilinadi. Klub falsafasiga qaraladi. Klub falsafasiga to'g'ri kelmasa, u bo'shatib yuboriladi. Biz Real bilan ham, Barsa bilan ham buni juda yaxshi ko'rganmiz. Boshqa jamoalar bilan ham shunaqa. Italiyada ham
hozirgi kunda xuddi shunaqa narsa bo'lyapti. No, Italiyada bu biroz boshqacha davom etyapti. Masalan, mana Como loyihasini oladigan bo'lsak, bular Comoga pul tikishdi. Shu 4-diviziondan olib chiqishdi 4 yilda mana A Seriyaga amallab. No, bu yerda baribir o'sha narsani tushunib yetishyaptiki, Comoda yo'q, biza to'liq angliskiy formatda ishlata olmaymiz. Ya'ni faqat anaqa futbolchilarni olib kelib и то bitta ham qo'llashdi. Misol uchun italyanlik futbolchilar deyarli kam. Kommersiya futbolchilar hammasi o'sha agentlar orqali yig'ilgan sostav, chunki yaxshi pulga sotishligi mumkin ertaga buni. No, lekin aytishyaptiki, mana misol uchun mana Fabregasni olib kelishdi. Ya'ni bir g'oya uchun o'ynamoqchi bo'lgan. Buni ham o'sha ichida qolib ketgan, Barsadan ketgandan keyin qolib ketgan alamzadaligi bor edi. Keyin u borib Covercianoda o'qidi. Takoy men Istini ispanis bo'lganim bilan lekin italyan bo'lishga harakat qilaman deb fikr bildirdi. Ya'ni nima, qaysi ma'nodaki, o'sha iskussvoga qarayman, murabbiyligiga deb bordi, o'qidi va bu yerda o'sha anaqani olib ketishyapti. Chiroyli qilib ham ekonomический, ham loyiha sifatida, ham murabbiyga o'sha Italiyadagi ishlashga qo'yib berishyapti. Shuning uchun Comoda o'sish biroz sekin bo'lyapti. Mana misol uchun APLda buni 2-3 yilda bum etib qilishsa, uni Comoda bu o'zi ligadan o'zi chiqishi 4 yil vaqtni talab qildi. Xo'sh, yana aytmoqchimanki, bu Amorim bilan Mareskani ketishi bir xil holat uchun bo'ldi. Kutilmagan edi. Sabablari ham bir xil, lekin har xil yo'nalishda. Misol uchun Amorim o'zi xohlamadi ketishni, uni ketiga tepishdi majbur bo'lib. Nima deydi? Mareska o'zi xohladi, ya'ni men ortga chidolmayman dedi. Biz endi ko'p kuldik-ku, hamma kuldi. Misol uchun Amorim qanaqa chidayapti deb. No, Amorim o'yladiki, meni fikrimcha, men Manchesterda jamoa qura olmayman deb o'yladi-da. Shuning uchun ham bir gap chiquvdi orada, Manchesterga Konteni taklif qilish haqida. Konte rad javobini bergan edi. Men buni baribir shu bilan bog'layman. Ya'ni Konte buni bilganda, mana bitta narsani tushuninglar. Bir futbolchini bir jamoaga o'tishi yoki murabbiyni jamoaga o'tishida asosiy firib qiladigan, ya'ni aldanadigan joyi bu agentga aldanib qoladi-da, ko'pchilik agentlarga. Ya'ni agent aytadi, takoy bu yerda boshqacha deydi, yoki vaholanki borganda u yerda boshqacha muhit bo'lishi mumkin. Konte bo'li aqlli odam, ancha men o'ylaymanki, men misol uchun Juventusga ham o'tmagani bu yil sababi men shunaqa deb o'yladimki, tuman. Ya'ni tuman degani Juventusni rahbariyati bor-ku, mana Elkan mayli, u eski Juventinadan, lekin hozirgi mana sport direktori, oddiy direktorlarni brigadasi tuman. Ya'ni bilmaydi Konte. U yerda o'zi ular haqiqiy qanaqa odamlar, ular bilan o'zi ishlasa bo'ladimi, ularning holati qanaqa? Chunki mana hozir oxirgi 2 yilini, 1 yilini oladigan bo'lsak, 1 yil mana qaraylik, kakras. Motta ketdi, kompensatsiya to'lashyapti. Tudor ketdi, kompensatsiya to'lashyapti. Hozir Spalletti ketdi. 1 yilda 3 ta murabbiy, ikkitasiga kompensatsiya to'layapti. Bu уже pravanniy rahbariyat degani. Bu prosta rahbariyatni iste'fo berib tarqatib olish kerak. Hozir mana Genovadan kim ketgan sport direktorini olib kelishdi. Endi bilmayman, bu hozir mana birinchi yurishi Kiezaga qarab bo'lyapti. Buni ham emotsionalniy yurish deb o'ylayman. Chunki Juventusga nima kerak Kieza? Agar Spalletti misol uchun Yildizni o'rtaga o'tkazmoqchi bo'lsa, chap qanotga qo'yaman desa, nima deydi, o'zi hali muammolari bor. Misol uchun Juventusda ikkita hujumchisi bor, ishlasaga yaramayotgan. Qanotda futbolchisi misol uchun Yildiz o'ynashi mumkin o'sha qanotlarda. Nima deydi, unchalik muhim bo'lmagan pakubkaga tashlanyapti. Shuncha maqtashgan odam. Ya'ni nima demoqchimanki, hali ham Juventusda sport direktorlari, ya'ni rahbariyat noto'g'ri ishlayapti. Buni Konte tushunib yetgan, shuning uchun Konte bormadi o'tga. Xuddi Manchesterdan xuddi shunaqa narsa bo'lgan. Chunki mana sizlar o'sha Abramovich Chelsea'ni topshirib yuborgandan keyingi etapini ko'rsanglar, o'sha narsa boshlandi-da. Ya'ni undan oldingi holat boshqacha bo'lgan. Baribir o'sha Abramovich garmoniya bilan qarardi jamoaga. O'zi yaxshi ko'rgan deb o'ylayman.
"Chelsi"ni qaysidir ma'noda shuning uchun u yerda boshqacha edi. Mana Conte'ni hozir mana "Chelsi"ga yozda Conte kelmaydi. Chunki biladi holati qanaqaligini. Ya'ni o'zini g'oyasiga ega bo'lgan murabbiy juda qiyin "Chelsi"ga kelishi. Bir xil aytyaptiki, Tuxelni qaytarish kerak deyapti. Tuxel ham ahmoq emas. U Tuxel o'zi sal g'alatiroq, Conte'ga o'xshagan. U Tuxel ham kelmasa kerak. Misol uchun hozir bilmayman endi. Hozir bitta Strasburgdan olishibdi, bitta o'yinchi murabbiyni olib kelishdi. Strasburg ham o'zi bularni bazasi ekan, takoy komandasi ekan. U yerda shuni olishibdi. Ya'ni nima demoqchimanki, chunki vaziyat boshqa variant yo'q. Lempard kelishi ham bu sistemani to'g'rilamaydi. Nima deydi, bor futbolchilar bilan o'ynaydigan murabbiy kelishi kerak. Ya'ni bu terma jamoani murabbiyiga o'xshagan odam kelishi kerak. Ya'ni terma jamoaga o'ynash. Balki Southgate'dir haqiqatda. Southgate'dir. Chunki Southgate hech ham nolimagan. Misol uchun mana hozir Gattuso gapiryapti-yu, biz endi nima qilaylik endi mana shunaqa avlod bo'lib qoldi deyapti. U Southgate hech qachon muammoni futbolchilardan qidirmagan. U misol uchun Bellingham biz o'ylagandek o'ynamayapti demagan yoki Palmerni yoki Fodenni. U asosiy aybni taktikaga qo'yardi. Balki o'sha Southgate kelar. Xo'p, endi fikrlarim shu. Bu holatda nima deydi? Men o'zi to'g'risini aytaman, Angliya Premyer Ligasini kuzatmayman yaxshi. Bu yil ozgina kuzatyapman. Nimaga desa shu kanalimizni hisobiga kelgan nima deydi, o'zi bizlar bilan mana shu yerda hamsuhbat bo'layotgan yigitlarni APLni bari kuzatadi ko'pchilik. APL qiziqarliroq. Hozir trend bo'layotgan narsa, men misol uchun APLni qo'yinglar, mana bu yoqqa o'tinglar deyolmaysiz-ku siz. Shu tabiiy holat, ya'ni odamda. Shu sababli men ham kuzataman. APLda misol uchun Arsenal Calafiori bo'lgani uchun kuzatib turardim. Liverpoolda Chiesa bo'lgani uchun. Lekin o'sha o'yin jihatidan nima deydi? Hozirgi kunda baribir APL kuchliroq. Ya'ni o'yinlarning qizg'inligi hisobiga, chunki o'yinchilar kuchli, o'yinchilar o'sha yerda, kuchli murabbiylar o'sha yerda. Umuman 31-1dagi suxoy o'yinlarni hisobga olmaganda yomon o'yinlar bo'lmayapti ko'rganda. Kecha o'sha Liverpool Leedsni ham ozgina ko'rdim. O'yin yomon emas. Liverpool yana o'sha xatoda. O'zi Liverpoolning xatosi o'sha boshidan bo'lgan bo'lib chiqyapti. Ya'ni pakubkalar nima deydi, o'zi Liverpool o'zi juda kamdan kam noto'g'ri pakubka qilardi. Bilmayman bu yil men o'yladimki, bu olgan o'yinchilari o'sha o'rniga o'rin joylaydi deb o'ylovdik, lekin o'rniga o'rin joylay olmayapti Slot. Bilmayman bu o'yinda agar bu endi Slotning muammosi desa, unda Slotni ketkazish kerak. Yo'q, pakubkalarning muammosi, ya'ni noto'g'ri pakubkalar qilishdi desak, unda Slot qolish kerak, sport direktorining ishini ko'rib chiqish kerak, vaqt berish kerak. Lekin bilmayman endi qancha vaqt berish kerak. Slot muammo Slot jamoani yoki Angliya futbolini yengillashganini tushunmayotganidami yoki futbolchilarda garmoniya yo'qmi? Ya'ni birini tushunish. Xullas juda bir g'alati jamoa bo'lib qoldi. O'sha men yozganimdek, Liverpool ertaga yaxshi bo'lib ketadi deb. Menimcha 37-turda ham biz keyingi o'yinda yaxshi bo'ladi desa kerak Liverpoolni. Menda shunaqa ощущение bo'lyapti. Nima deydi, bir nima qilayotganini bilmaydigan jamoaga o'xshab qolganda. Yana biza keyin o'sha mana nima deydi, Salohni ko'rdik. Saloh bilan turk qilishdi. Men boshida yozuvdim. Bu kelishilgan ish deb, baribir shunga qarab kelib chiqdi. Chunki hech narsa bo'lmaganda Saloh ketdi. Kecha Misr menimcha keyingi bosqichga chiqdi, hali beri kelmaydi. Endi men o'ylaymanki, Liverpoolni hozirgi kunda qutqaradigan narsasi, asosiy narsasi menimcha muayyan bir futbolchilarni sotib olish kerak deb o'ylayman. Misol uchun Salohni ketkazib yuborish kerak, sotib olish kerak shu bahonada. Agar Chiesa'ga ham variant chiqsa, balki uni ham sotib olish kerak. Nimaga demoqchimanki,
jamoatda ozgina tiqilish ham bo'lib qolgan deb o'ylayapman. Misol uchun, bitta narsani tushunish kerak. Men boya ham aytib o'tgandim. Rotatsiya haqida gaplashganimizda bitta narsani tushunish kerak. Doimiy rotatsiya ham yaxshilikka olib kelmaydida. Jamoa formaga tushib ololmaydi. Men o'ylashimcha, mana misol uchun hozirgi kunda o'sha Ikitike hujumda, bu yoq tomonda o'sha Gakpo, bu yoq tomonda yana bir kim bilmayman endi hozir oti esimdan chiqib qoldi. O'zi Salah o'ynardi, keyin Keze tushyotgandi. Ani kuni Wirtz o'ynadi o'tdi o'sha o'ng qanotda. Xullas, asosiy 2-3 ta figuralar bilan natija bersa bermasa 3-4 ta o'yin to'xtamay o'ynash kerak deb o'ylayman-da Liverpul. Hozir mana Liverpulda rotatsiya bo'layotibdi-ku, uni tushirib ko'ryapti, buni tushirib ko'ryapti. Rotatsiya uni yillar boshida qilsangiz bo'ladi. Bular hozir o'sha muhim pallaga kirayotganda, undan ko'ra o'sha natija bersa bermasa 3 ta 4 ta o'yin bitta yaxshi jamoa bilan o'ynasa, shunda jamoa bir-birini sal tushunib, haligi bosimga kelib qoladi. Chunki bunga ham bosim katta bo'ladi-da slotga. Misol uchun qimmatga olingan o'yinchilarni o'ynatish kerak. Mirkezlar o'ynatish kerak. Keyin mana bu Gakpo bilan Keza bor. Eski o'tgan yilgi bolalar. Bular ham yaxshi formada o'ynayapti. Buni misol uchun muxlislar, tanqidchilar yozadi. Carragher Do'dir chiqadi-da, zo'r o'ynayotgan o'zimiz o'yinchilar bor ekan, uni nima pulga oldik deydi. Bu ham jamoaga, bu ham murabbiyga bosim. Shuning uchun nima deydi? Arne Slot holatida men shunaqa deb o'ylaymanki, shartta bitta pozitsiyani ushlash kerak. Agar Arne Slot ham uchishni xohlamasa, bitta pozitsiyani ushlab to'xtamay o'ynash kerak. Faqat buni sport direktori bilan kelishish kerak. Bilmayman endi bu qanchalik ularga to'g'ri keladi, qanchalik u bosimga chidashadi. Chunki nima deydi? O'yinlar ko'p, tiqilib qolgan. Erta Liga Chempionov ham bo'lar ekan. Yanvardan hech oldin Liga Chempionovlar yanvardan bo'lmasdi. Xullas, havas qiladigan holat emas, Slot holati. Shuning uchun hazillashib aytuvdim. Balki keyingi uchadigan odam Slotdir. Bilmayman. Xo'p, endi agar savollar bo'lsa, savollarni beringlar. Ko'ramiz. Agar fikr bildiradiganlar bo'lsa, mayli, ularni ham qo'shamiz bu safar. O'zi yigit kirsa deyotgandim, u kirmabdi. Oti nima edi? Biza bilan yaxshi fikrlar yozib turadigan yigit bor. Bu yigit kirmabdi bugun. Sheroz Norqulov degan yigit ekan. Menimcha bu yigit kirmabdi, bir fikrlarini eshitamizmi deyotgandim. Menimcha savollar ham yo'q. Endi savollar bo'lmasa nima qilamiz endi? Balki yakunlaymiz. O'zi anaqaga ham taklif tushyapti, video format qilish bu kanalga. Balki uni ham bir ko'rib chiqarmiz. Agar ichinglarda ozgina tushunadigan odamlar bo'lsa, menga shunaqa bitta programma kerak. Misol uchun mana shu ovozlikni audioga foniga bitta rasmni qo'yib bo'lsa ham montaj qilib turib video yasab bo'ladigan, shuni ham YouTube'ga qo'yib yuborardik. O'xshasa YouTube'ga ham chiqarardik. Bir xilda so'rashyapti, YouTube'da yo'qmi deb. Men audioni qila olmadim. YouTube'ga qo'ya olmadim. Buni videoga aylantira olmadim to'g'risi. Shunaqa bitta anaqa kerak bo'ladi. Xo'p. Nima qildik? Xo'p, savollar bo'lmasa, qani bo'lmasa yigitlar guruhga yozinglar savollar bo'lsa, bo'lmasa men sekin yakunlayman.
Xo'p, mana va alaykum assalom. Savol yozishibdi lichkaga, balkim biroz dunyo siyosati haqida gapirarsiz deb. Xo'p, qarayman, bitta narsani aytmoqchi edim. O'zi bugun avtobusga borishga to'g'ri keldi ishxonaga. Shu yerda bir yigitni ko'rib qoldim. Bu kanalga yozuvdim. U yigit meni kuzatar ekanlar. Xo'p, o'sha odam kam yozasiz deb qoldilar-da, dunyo siyosati haqida. Kam yozadigan bo'lib ketdingiz dedilar. Nimaga men o'zi kam yozadigan bo'lib ketdim? Chunki sizlar agar Komiljon Abdullohni kuzatsanglar, buni oldin ham bir aytib o'tgan edim. O'zi siyosat bu uzun narsa-da. Mana misol uchun biza bitta siyosiy tahlilni gapirsak, bu 5 yildan 15 yilgacha aktual bo'lishi mumkin-da. Mana misol uchun biz aytyapmiz, kapitalizm tugavyapti deb yozdikmi? Misol uchun 2018-yilda birinchi maqola chiqqan bo'lsa, bu 2028-yilda bu shu o'rta etapga kelgan bo'lishi mumkin bo'ladi kapitalizm tugashini. Bu tez bo'ladigan jarayon emas. Ya'ni shuni hisobiga men aytmoqchimanki, nimaga kam yozadigan bo'lib ketdim? Chunki men bekorchi narsa yozishni yoqtirmayman-da. Men hozirgi bo'layotgan ko'p narsalarni oldin yozib o'tib ketgan bo'laman. Shuning uchun men aytamanki, mana biron bir voqea bo'lsa, shunga tegishli narsani kanaldan qidirib ko'ringlar deyman-da. Agar vaqtinglar bo'lsa deyman, kanalni boshidan xotirjam o'qib chiqinglar deyman. Shunda ko'p narsalarga, savollarga javob olasizlar. Bugungi kunda bo'layotgan ishlarni ham tushunasizlar. Aynan mana misol uchun Venesuela haqida men ancha oldin ham bir aytib o'tib ketganman-da bu narsalarni. 2 yil oldin, undan oldinroq ham kichkina, qisqa berib o'tib ketganman misol uchun. Yoki mana Hindiston haqida ham misol uchun Rossiyaga hindlarni migrantlar nimaga ko'payayotgani haqida ham, misol uchun hindlar yoki Hindiston deb qidirsanglar, ya'ni Hindiston mintaqada bosh bo'lmoqchi. Mintaqa degani mana shu Osiyo va Yevrosiyo deylik, ya'ni Rossiya hududlari bilan o'rda deylik. Chunki Rossiya bilan Xitoy to'qnashuvidan keyin bu ikkita kuch singandan keyin o'rtaga o'sha inglizlar boshqaruvidagi bitta katta kuch chiqishi kerak. Bu Hindiston. Boshqa variant yo'q bu yerda. Shu sababli ham o'sha Hindiston eskidan inglizlar nazorat qiladi. Hozirgi kunda Amerika ham juda katta pul tikyapti. Misol uchun Amazonlar juda katta milliardlab, chunki Hind bozori o'zi katta va hokazo. Bu ham o'sha narsani men uni yozib o'tib ketganman. Ya'ni shuni valnasi ketaveradi. U albatta misol uchun har bir daqiqaga siyosatda har bir narsaga o'tirib olib fikr bildirish, mana misol uchun qisqa muddatli narsa bo'ladi. Mana hozir shu yerda sizlarga bitta tahlil, bashorat, keyin taxminni farqini sizlarga hozir aytib o'tib ketaman. Mana bashorat nima deyilsa, mana misol uchun siz ertalab turdingizda, o'rningizdan bugun aniq yomg'ir yog'adi desangiz, bu noto'g'ri gap bo'ladi. Bu shirkam gap bo'ladi diniy tomondan qarasangiz, chunki siz bilmaysiz-ku yomg'ir yog'adimi yo'qmi, u faqat dunyoni egasini qo'lida. Misol uchun yog'sa yog'diradi, yog'dirmasa yog'dirmaydi. Lekin siz ertalab turdingiz, misol uchun havo bulut, ahvol hammayot to'silgan, misol uchun qorong'i bo'lib qolgan. Siz aytasiz misol uchun, mana qaranglar, nima deydi, bugun yomg'ir yog'ish ehtimoli bor. Nimaga deyilsa, chunki mana anaqa bo'lib turibdi, havo bulut, yomg'ir yog'ish ehtimoli bor deysiz misol uchun. Bu o'sha taxmin hisoblanadi. Bu to'g'ri bashorat hisoblanadi. Bu yerda hech qanaqa u shirklar yoki bir isyon qilish ham tabiatga nisbatanmi, robga nisbatanmi yo'q. Chunki nimaga unaqa deyilsa, siz taxmin qilyapsiz-da, siz holatdan kelib chiqasiz, atrofga qarang. Chunki 99% holatda bunaqa holatdan keyin yomg'ir yoqqan. Haligi 1% bo'g'magan. Shuning uchun siz taxmin qilasiz, yomg'ir yog'ishi mumkin deb. Endi bitta odam chiqsa-da, hamma yoq bulut bo'lib tursa-da, hech qanaqa yomg'ir yog'maydi, men bilaman, aniq bilaman. Hammasi Allohdan deb siz ustingizga zonti olmasdan, kurtka olmasdan chiqib ketsangiz va yarim yo'lda yomg'ir yog'ib siz shalabbo bo'lsangiz, siz ahmoq odamsiz. Uzr-ku, tentaksiz, ahmoqsiz. Chunki
Bu ham ahmoqchilik. Bu ham ikkinchi krayность. Ya'ni misol uchun daryoni ikkita qirg'og'i bo'lsa, boyagi aniq bo'lib yomg'ir yog'adi degan ham eee, eee, bu eee, nima deydi, haligi yomg'ir aniq yog'adi deyish bu bitta qirg'oq bo'lsa, yomg'ir yog'maydi umuman deyish bu ikkinchi bitta anaqa. Shuning uchun o'rtasini ushlash kerak bo'ladi taxmin qilganda. Ya'ni siz aytasiz yog'ishi ehtimoli bor. Lekin chiqsangiz mana quyosh charaqlab turibdi, havo yaxshi, siz aytishingiz mumkin bugun yomg'ir yog'maslik ehtimoli juda katta deb, misol uchun zont olmasdan, kurtka kiymasdan ketishingiz mumkin. Va yomg'ir yog'masa, nima deydi, siz qutuldingiz. Agar mabodo havo birdan o'zgarib yog'ib ketsa, endi bu ya'ni o'sha Allohning ishi, siz hech narsa qilolmaysiz. Ya'ni taxmin xuddi shunaqa bo'ladi. O'zi Cherchillni bitta zo'r gapi bor-da. Cherchill aytadiki, mana Cherchill o'sha gapi bor-da, mana haqiqiy siyosatchilar bu muayyan bir vaziyatda deydi, holatda taxmin qiladi deydi. Bu taxmin o'xshamasa deydi, shu nimaga o'xshamaganligini yana analiz qiladi deydi. Ya'ni misol uchun taxmin qildingiz, nega bu bunaqa bo'lmadi deysizda, keyin shuni analiz qilasiz. Mana shu haqiqiy siyosatchining ishi deydi. Lekin buni bizani postsovet xalqlari kulgi bilan oladida, ya'ni bizani misol uchun kulgili-ku. Misol uchun Facebookda mani bir xillada tek qilib yozishadi yoki bir xil yozadi, o'zi sizni qachon fikringiz o'xshagan deydi, boshqa deydi. Lekin menga juda ham katta количество odamlar sizni fikrlaringiz, sizni taxminlaringiz o'xshayapti deb meni chaqirishadi ko'p joylarga, kommentlarga. Lekin u odamlar bilmaydi-ku buni. Lekin uni o'zi mana misol uchun muayyan bir qaysidir jabhada gapirgan gapimni o'xshamagani haqida yozib kulishadi. Lekin o'sha narsa men uchun o'zi motivatsiya. Men nimaga bu bunaqa bo'ldi, qayerda xato qildim deb o'rganib chiqaman. Shu narsani. Shuning uchun nima demoqchimanki, bu taxminlarni bashoratlardan farqli bilishimiz kerak. Ya'ni to'g'ri bashoratlarni, noto'g'ri bashorat. Shuning uchun men aytamanki, qisqa prognoz qilish, ya'ni qisqa taxmin qilish, qisqa muddatga bu xato deyman. Misol uchun siz ertalab turdingiz, yana shu yomg'ir masalasini aytaman. Soat 8 da turdingiz, soat 10 da yomg'ir yog'adi deyishingiz bu xato. Ya'ni yomg'ir yog'ish ehtimoli bor. Lekin siz yana muddat qo'yyapsiz. Bu ham katta xato. Mana asosiy siyosiy tahlilchilar, iqtisodchi tahlilchilarning muammosi shunda. Qachon bo'lishini, qanaqa bo'lishini sizga aniq aytib beradi. Bu xato fikr, bu xato taxmin. Nima deydi? Shuning uchun siz aytishingiz kerak, misol uchun, yomg'ir yog'ish ehtimoli bor. Juda ham agar daqiq bo'lsa, misol uchun peshingacha yoki peshindan keyin deb aytishingiz mumkin. Unda ham juda ham katta ilm kerak bo'ladi. O'sha juda ham balon joydan ko'rish kerak bo'lgan joylari bor endi bu holatlarda. Men aytmoqchi bo'lganim, mana shu muddat qo'yish. Shuning uchun men har bitta bo'layotgan vaziyatda sirazi chiqib fikr bildirmasligim, bitta muddat kerak bo'ladi, kutish kerak bo'ladi. Nimaga bo'lgan, nimaga qo'ygan. Mana misol uchun Rossiya viloyatida haligi bolani bitta bola kelib so'yib ketdi. Maktabda mana o'sha paytda hamma shov-shuv bildirdi, fikr bildirdi. Kerak bo'lsa rus xalqini birdan yomonlab tashlashdi. Men bu narsalarga doim qarshi bo'lganman. Bitta millat hech qachon yomon bo'lmaydi. Kim qanaqa tushunsa tushunsin. Va bitta millat faqat yaxshi bo'lmaydi. Kozyollar hamma joyda bor, yaxshi odamlar hamma joyda bor. Ruslarning ham ichida normal holatlari bor, lekin qaysidir ma'noda rus xalqini negativ tarbiya qilishmoqchi, ya'ni atrofidagilarga nisbatan. Chunki o'sha urushga tayyorlashyapti. Shuning uchun. Buni to'g'ri tushunish kerak, to'g'ri qabul qilish kerak. Lekin mana hozir hech kim esida yo'q shu voqea. Hozir siz bitta siyosiy tahlilchini o'tkazingda sirazi. O'sha voqeani nima bo'ldi deb o'ylaysiz hozirgi kunda? Nima deb o'ylaysiz? Nimalar o'zgardi o'shandan keyin? O'sha zanjiri nima bo'ldi desangiz, sizga qarab turaveradi. Chunki hozir u Venesuela bilan bandda. Hozir u Venesuelani hal qilish kerak. Mana Maduroni o'g'irlab ketdi, Amerika o'g'irlab ketdi, voydod. Nima deydi agar diktator bo'lmaganida, agar xalqini o'ylaganida bunaqa bo'lmasdi. Baraka topkurlar. Venesuela prezidentidagi prezident dunyoda kam xalqini o'ylaydigan. Benzinini arzon qilib qo'ygan, yashashini arzon qilib qo'ygan. Sizlar bilmasdan gapirmanglar. Venesuela prezidentidan asosiy maqsad norozi emas.
norozi bo'lib chiqib gapirayotgan Luboyda bo'lgan. Usmon roziyallohu anhuni kelib qatl qilishganda odamlar qarab turgan Madinada. Sizlar nima xohlayapsizlar? U hech qachon bitta prezidentni 100% hamma yaxshi ko'rmaydi. Siz man hozir nima Erdo'g'anning holati zo'r deb o'ylayapsizlar? Yo'q, Erdo'g'an butun Turkiyani o'tirib qolgan, iqtisodi o'tirib qolganini Turkiya aytyapti, Erdo'g'an qildi deyapti. Tushunyapsizlarmi? U unaqa qilinmaydi. Ya'ni bir narsaga baho berganda, voy mana xalqiga u ham yomon ko'rgan har doim bo'ladi. Siz hammani bir xil qila olmaysiz-da. Tushunyapsizmi? Siz hammani bir xil qila olmaysiz. Nima deydi? O'sha qiynalganlar bo'laveradi, misol uchun. O'sha yomon ko'rganlar bo'laveradi, yaxshi ko'rganlar bo'ladi. Shuning uchun buni to'g'ri qabul qilish kerak-da. U darrov o'ylab, xalqini o'ylaganda zo'r bo'lib ketardi. Такой qo'pol ketganda, nima deydi anavi yosh bolacha fikrlash deb qabul qilaman-da bu narsalarni. Bu narsalar unaqa hal qilinmaydi-da, baraka topkurlar. Shuning uchun endi u Maduroga bo'lgan bunaqa operatsiya bu katta ehtimol bilan dogovornyak bo'ladi. Ya'ni kelishuv, bu kelishuvsiz bunaqa otryad kirib, bitta odamni borib o'g'irlab chiqib ketolmaydi, baraka topkurlar. U nima u radarlari ishlamaganmi, yo vertolyotlar, bunaqa narsa bo'lmaydi. U kelishuv bo'lgan o'sha. Chunki Maduroni o'zini asosiy xatosi nimaki? U haliyam uga Chavesda komandasiga tayanib yashab yuruvdi-da. Bu o'zini komandasini tuzishi kerak edi. O'zini komandasi bo'lganda, o'zi berganlari bor, o'sha olganlarni yegan og'iz uyalardi. Keyin bu bilan boshqacha ishlash mumkin edi. Bu birinchi masala. Bu birinchi variant. Endi ikkinchi variant, Maduroni o'zi Tramp bilan kelishgan bo'lishi mumkin. Hop, buni ham hech kim inkor eta olmaydi. Hozir misol uchun Maduro chiqib ketadi. Unga qanaqadir bir sanksiyalar qo'yib, qamashganda ham bu Venesueladan qutulib ketgan bo'lishi mumkin. U Venesuelada qilgan ishlariga javob bermaydi, o'g'irlagan narsalarigami va hokazo. Bu prosta Venesuelani kin yutib ketgan bo'lishi ham mumkin xalqini, ummat davlatinimi, atrofidagilarni. Biz uni ham bilmaymiz. Bu ikkinchi variant. Uchinchi variant o'sha Vatikan. O'zi umuman Vatikanni dabrosiz bu ish bo'lmagan. Ya'ni papani ruxsatsiz. Siz Lotin Amerikasida bunaqa katta operatsiya qila olmaysiz. Vatikansiz. Vatikan albatta sizga javob beradi. Siz kim bo'lsangiz ham, Tramp bo'lasizmi, Amerika bo'lasizmi, bu Vatikanga farqi yo'q. Xuddi knopkani bosadigan joylari bor. U muammo emas. Shuning uchun bunga shunaqa qarash kerak. U yerda nima deydi anavi siz bilan oddiy birovning uyiga kirib, birovni olib chiqib keta olmaysiz-ku. Ukasi, boshqasi bo'ladi. Shuning uchun bu narsaga shunaqa qarash kerak. Kelishuv. Buni biz hali bilmaymiz. Buni qachon bilamiz? Oradan bir haftadan to 1 oygacha, balki 6 oygacha vaqtgacha biz keyin ko'ramiz, pozitsiyasini ko'ramiz. Mana nima bo'lyapti o'zi, nima qilyapti? Nima bo'ldi? Maduro nimani egalladi? Venesuelada nima o'zgarish bo'ldi, misol uchun? Chunki mana sizlar o'zi tahlil qilinglar, demak, Lotin Amerikasini. Amerika kuchi yetmagan joyiga, ya'ni diplomatik kuchi yetmagan joyiga kuchi bilan ishlatdi. Misol uchun Maduroni bizni bo'layotgan bo'lishi mumkin-da, Maduro. Misol uchun men diplomatik yo'l bilan keta olmayman. Agar men ketsam, meni bular o'ldiradi yoki qamaydi davlatimda degan bo'lsa, bular Maduroni olib chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Evaziga balki kriptovalyutalardan bergandir. Buni biz ham bilmaymiz. Po faktu misol uchun Argentinani bular o'zgartirdi, Braziliyada o'zgartirishlar qilishdi. Sizlar bu o'tgan 5 yilda aytyapman, Kubalarda o'zgarishlar bo'ldi. Shu tomonlarini olinglar. U sizlar yakka olmanglar-da Venesuelani. Venesuela emas, butun Lotin Amerikasini общий qaranglar, chunki Lotin Amerikasi bitta fonda ketadi. To'g'ri, buni внутренний vaynalari bor, misol uchun o'zaro Argentina bilan Braziliyani siyosiy nuqtai nazardan. Baribir umumiy bitta ketadi, chunki bu umumiy Vatikanning bir bo'lagi. Xullas shunaqa, vaziyat bu yerda shunaqa. Bu yerga shunaqa qarash kerak. Unaqa o'tirib olib, u qisqa mana hozir Maduroni qilayotganlar ertaga bir haftadan keyin yangi bitta nimadir bo'lsa, o'shani tahlil qilib o'tiraveradi. Lekin natija yo'q-da. Tushunyapsizlarmi? U mana hozir aytyapti-ku, mana hozir bu ham bitta kulgili gap-da.
Maduroni nimaga ushlab oldi deyilsa, eng qiziq joyi mana o'sha neft yotgan odamlarga savol beraman. Hop Maduroni olib borib qamadi, bular sud qildi. Nima o'zgaradi hozir? Neftni qanaqasiga neft o'tib ketadi bularga? U Maduroni shaxsiy mulki emas. U Venesuelada uni balki Rossiyanikidir u bazalar yoki Xitoynikidir u neft bazalar. Uni bilmaysizlar o'zinglar, misol 50 yilga sotib yuborganmi Rossiyaga yoki Xitoyga. Tushunasizlarmi? U agar men tushunardim, agar misol uchun Amerika vaysga kirib neft bazalarini kontrol qilib olganda, men aytardimki, mana neft uchun urushibdi derdim. Lekin prosta bitta odamni olib chiqib ketishyapti-da, uni xotini bilan. Yana e'tibor qilinglar, xotini bilan Maduroni o'zi kerak bo'lganda agar xotini nima olib chiqib ketishardi? Demak, bitta побег. Bu побег deydi buni. Ya'ni nima demoqchimanki, men katta ehtimol bilan men bu narsani inkor qilmayman. Maduro kelishgan Tramp bilan. Shuning uchun xotini bilan chiqib ketyapti. Xotini bilan o'g'irlashyapti. O'zini o'g'irlashardi agar o'zida muammo bo'lsa. Uni o'g'irlab olib borib, nima deyishadi? Hozir neft konlari bizga berdi deyishadi. Nima u bularga nima deydi? Afovat qilib berarmidi? Notariusda qo'lini barmoqlarini qo'yib, kulgisi qistiydi odamlarning fikrida. Shuning uchun to'g'ri tushuninglar. O'sha oladigan narsasi Madurodan kriptovalyuta bo'lishi mumkin yoki narkokartellarning do'ylasi, Maduroga tegishli bo'lgan do'ylasini olishadi. Evaziga Maduro mintaqadan qochib ketdi. O'zi umuman uni побег из Shawshanka deb nomlasa ham bo'ladi. Ajoyib побег bo'ldi qaysidir ma'noda. Mana shu suhbatimiz davomida menga shu fikr kelib qoldi. Побег. Ya'ni Maduroni побегini. Shunaqa deb qabul qilsanglar ham bo'ladi. Bu Saddam Husaynga tenglashtirmanglar. Saddam Husaynga yoki Gaddofiylarga ular вообще boshqa tarix, boshqa voqea, boshqacha hayot, boshqacha okonsovka, xotima bilan tugagan odamlar ular. Bu Maduroda umuman boshqa. Sizlar shu e'tibor qilinglar. Papaga e'tibor qilinglar. Misol ingliz tilini biladiganlar bo'lsa, Vatikanga kirib bitta ko'ringlar. Vatikan sayti nima dedi Venesuelaga kirib kelishini. Agar hiq etmay jim o'tirgan bo'lsa, unda to'liq dogovornik. Chunki GDVenslar hammasi katoliklar. Nima deydi? Biz bularga e'tibor qilmaymiz. O'tda e'tibor qilinadi-da. Mana misol uchun bundan oldingi prezident kim edi? Bayden edi. Katolik edi. Papa Fransisk oldida bo'yin egib o'tirgan rasmlarni ham men qo'ygandim. Bundan keyin kelgan odam Tramp bo'ldi. Lekin J.D. Vance uni yordamchisi katolik. Demak, biz nima deb xulosa qilsak bo'ladi? Amerikada hali ham boshqaruvda g'oliblar demokratlar. Respublikachilar kelgani bilan Tramp demokratlar uchun o'ynayapti. Boshida u oldingi saylovda ham shu ish qiluvdi, yana shu ish qilyapti. Sizlar o'ylamanglar, Tramp o'zi emas. Bu rol lichностlar narsani tushuninglar. Bir odam o'zi hech narsani hal qila olmaydi. Nima deydi? 100% bir jamoa bo'ladi. Farqi yo'q. Putin ham usluhli Putin, misol uchun. Shartli Putin, Putinni butun Rossiya bitta Putinni ko'ziga qarab o'tiradigan bo'lmaydi u. Buni to'g'ri tushuninglar. Xullas shunaqa endi xo'p. Nima deymiz endi? Endi fikrlar shu. Mana hozir bitta do'stimiz yozyaptilar. O'sha Lotin Amerikasida tez o'zgarishlar haqida 20-asrda. Endi bu 20-asrda ham Lotin Amerikasi mayli bir ertagami yoki indingami bir Lotin Amerikasida agar vaqtim bo'lsa bir balki hafta oxirigadir bitta stream qilamiz Komiljon Abdullohda. Lotin Amerikasida asosiy vayna Vatikan bilan Amerika o'rtasida bo'lgan. Amerika Lotin Amerikasidan Amerikani chiqarishgan. Sekin asta shu mana Che Guevara, Fidel Castro bularni moliyaviy qo'llab-quvvatlash uchun sessiyadan foydalanishgan, pulidan.
Lekin bular o'sha katoliklarning yurishi bo'lgan. Mana Kennedy o'zi ham katolik bo'lgan. O'sha Karib krizisiga sizlar e'tibor qilinglar. Fidel Castro bular hammasi katoliklar, ya'ni yezuit. Keyin Fidel Castro deb qidiringlar kanalimda, bilasizlar. Hammasi hammasi o'z joyiga tushib, ishlar yopilgandan keyin mana Kennedyni o'ldirishadi. Undan sal oldinroq anaqani o'ldirishadi. Papa o'ladi zaharlanib, Vyetnamning prezidenti ham o'ladi. Mana shu 3 ta figura hammasi katoliklar bo'ladi. Karib krizisi to'xtaydi shu bilan o'lgandan keyin, ya'ni Karib krizisidan maqsad nima bo'lgan? Bular o'sha urushni oldini olib turardi. Keyin Vyetnam urushi bo'ldi Amerika bilan. U endi alohida mavzu-ku, lekin mana Lotin Amerikasidagi bu dvijuhalar hammasi o'sha Vatikan bilan Amerikani vaynasi. Eskobar ham bu shunchaki narkobaron emas, to'g'ri tushuninglar. U gapiraveradi odamlar narkobaron deb. Inqilobchi bo'lgan. Kolumbiyaga pul kerak bo'lgan inqilob qilish uchun, Amerikadan chiqib ketish uchun pulni qayerdan oladi? Faqat narkota sotib oladi deb. Boshqa resursi yo'q. Men aytdim-ku, o'lik-tiriklari bilan Lotin Amerikasi hech kimga kerak emas. Faqat narkota bilan pul qiladi. Chunki Sovet ittifoqi o'sha deyarli qulab, dabdala bo'lgan edi. Che Gevaralarga o'xshab bularga pul tika olmasdi. Kolumbiya shuning uchun o'sha Eskobar shu bekorga prezident ham bo'lmoqchi bo'ladi. Kinosini ko'rganlar bo'lsa, o'sha narsalarni ko'ringlar. Bu inqilobchi, Kubani mustaqil qilishga harakat qilgan. Amerika o'sha ta'siridan Amerikaga sotilgan chinovniklardan yo'q qilib, papani yordami bilan uni ham bir o'rganib chiqish kerak. Qayerdadir nimadirdan keyin, papadan o'zgarishidan keyin, nimadirdan keyin Eskobarni o'ldirishga ruxsat berishganda. Ko'rib chiqish kerak. Men uni daskadanla ko'rmaganman, shuning uchun bilmayman, hozir aytmayman, lekin aniq bilganim, ya'ni Amerikaga qarshi kurashgan. Anaqa Eskobar. U ham inqilobchi, u narkota emas. Shuning uchun o'shani qizi bilan o'tirganda pul yoqadi deyshadi, isinish uchun. Chunki pulga tupurgan odamlar bo'lganda u. Ularning maqsadi boshqa bo'lgan, kattaroq bo'lgan puldan. Shuning uchun ular pulni olib isinishgami, qo'pol aytganda axlatini artishga ham ishlaturganda, pul muhim bo'lmagan. Pul nimaga kerak? Pul o'sha chinovniklarni sotib olish uchun, Kuba xalqini o'ziga og'dirish uchun bo'lgan. Nima deydi, o'sha xalqlar, odamlarni o'ziga og'dirib olish uchun bo'lgan. Mana Eskobar pullari Castro nomidagi hisob raqamga Barselonadagi bankka tushgan deyaptilar. Bu ham bo'lishi mumkin. Buni ham bir tekshirish kerakki, nima deydi, juda qiziq holat. Castro jiddiy odam bo'lgan, izuit bo'lgan. Men unda mana aytdim, Argentina haqida gapirdik-ku, mana Argentinada qiziq holat bor. O'sha mana bayroqdagi quyosh bor-ku o'rtadagi. Xuddi shunaqa narsa anaqada bor, Urugvayda bor. Mana shu ikkalovini izuitlar tashkil qilgan. Shuning uchun izuitlarning o'zi ramzi quyosh. Sizlar bitta e'tibor qilinglar, bunda quyosh bor. Mana shu izuitlar shuni tashkil qiladi. O'sha bayrog'ini qiladi. Urugvayda o'zgarish bo'lib ketadi-ku, lekin Argentinada bular uzoq o'tiradi. Eng qizig'i mana natsistlar keladi. Butun natsistlar bor-ku, Germaniya Reyxni bu yoqqa ko'chiradi. Hogenzollernlar o'sha paytda o'zi Vatikanni ko'chirish g'oyasi bo'lgan qaysidir ma'noda. Keyin qaysidir yevreylarning guruhi keladi bu yoqqa qochib. Juda qiziq anaqa tahlil qilsa, o'sha mana urushdan keyin, jahon urushidan keyin nemislar keladi bir guruh. Reyxni ko'chirib, bir guruh yevreylar ko'chadi. O'zi izuitlar bor bu yerda, Vatikan bor. Chunki bular o'zi hammasi bir bilan bog'liq-da, mana Hogenzollernlar katolik, nemis elitasidagi. Bu yoqqa qochadi nemis elitasiniki. Yevreylarni, ashkenaz yevreylarni izuitlar yasagan. Hozirgi o'sha Isroillik ashkenalik izliklarni. Nimaga deyilsa, bular protestantlarga qarshi bo'lish uchun, go'yoki o'sha Sion bolalari degan Bibliyadagi kelgan xalq, tanlangan xalq deb o'sha yerda to'qib, yo'q o'zi unaqa xalq Bibliyada. Bular to'qib, yasab, katoliklar, izuitlar orqali protestantlarga qarshi kuch sifatida shakllantirishgan anaqalarni, yevreylarni. Bu haqida audio qilganman, ko'p gapirganman, maqolalar yozganman.
hammasi o'sha Argentinada yig'iladi. Keyin Argentina kuchayganda bilasizlar, inglizlar bilan urushadi. Mana bu ham muhim tomon. Ya'ni dengizda yana. Inglizlar yana dang'illatadi. Dengizda inglizlar kuchli. Ha, bu ham o'sha muhim tomonida. Nimaga endi inglizlar urushyapti? Talashib Argentina bilan. Argentinani sindirishadi. Buni orasida shu Braziliyani mana amerikanslar kuchaytiradi. Argentinaga qarshi противовес qilib, shu jahon chempioni qilishadi. Какой-то bitta bolani Peleni olib chiqishadi. To'g'ri, Pele yomon futbolchi bo'lmagan, zo'r futbolchi. 3 ta oltin to'p oladigan darajada bo'lgani, lekin men uni o'zi qol deb hisoblamayman. Chunki yasalganda baribir. Peleni duxi yetsa Yevropaga kelib o'ynardi, duxi yetmagan. Qanaqadir bir kosmosda, keyin o'zini bir Braziliyadagi jamoalarda o'ynab, gollar urib yurgan. Endi terma jamoalardagi o'yinini ham jiddiy qabul qilmanglar-da, u 58-62-yillarda futbol boshqacha bo'lganda, terma jamoalar bunaqa shakllanmagan, keyin terma jamoalar hozirgidek seleksiya qilib yig'ilmagan. Hozir terma jamoalar vobshe kuchli bo'lib ketdi-da. Mana hozir seleksiya qiluvdi. Mana hozir biz seleksiyani ko'ryapmiz. Mana shu seleksiyani natijasida biz hozir Norvegiyani ko'ryapmiz-da, bomba jamoa bo'lyapti. Oldin bunaqa narsa bo'lmagan-da. Tushunyapsizlar? Mana misol uchun O'zbekistonda ham oldin eslaylik, kimlar futbol o'ynardi bor. Shu o'zim ko'zga ko'ringan Paxtakor bolalari o'ynardi-da. Neftchidan Oybek Usmonxo'jayev degan Neftchidanmi bolalar bo'lardi. Do'stlikdagi bolalar bo'lardi. Borsa termada o'yna olmasdi, yo o'yin berishmasdimi bilmayman. Xullas takoy o'yna olmasdi-da. Faqat o'sha tanlangan bolalar o'ynab yurardi o'shani. Rossiyada o'ynayotgan tik-tik. Ya'ni nima demoqchimanki, o'sha dogmatizm bo'lardi-da. Terma jamoalar yaqinda bular mana shu 2000-yildan keyin seleksiya qilishni boshladi. Seleksiya degani butun dunyodan yig'a oldi-da. Chunki kommunikatsiyalarni hisobiga, hozirgi o'yinlar translyatsiyalarni hisobiga. Chunki oldin o'yinini ko'rmagan. Misol uchun murabbiyga siz kelyapsiz, mana misol uchun hozir Grifoni yozyapman-ku. Misol uchun Gattuzoga kelyapsiz, janob Gattuzo, anta Grifo degan bola bor, zo'r o'ynar ekan deyapsiz. Uni borib ko'rish kerak-ku. Tushunyapsizmi? Ancha vaqt ketadi. Mana Enzo Barzot degan odam bo'lgan, o'sha Italiyani 3-marta jahon chempioni qilgan, 82-yilda. O'sha chempionatni eng zo'r chempionat deyishadi. O'zi ko'pchilik jahon chempionati deyishadi. Nimaga desa, o'sha Italiya vobshe unikalniy o'yin ko'rsatgan. Mana Italiya shu yerdan boshlanganda, o'zi undan 34-yil, 38-yilgi chempionliklar unaqa emas-da, ular o'sha bitta 2-3 ta klubdagi odam bilan borib yutib kelishgan. Lekin Italiyani haqiqiy chempionligi bu o'zi. Mana shu 82-yilda bo'lganda, bu o'sha mana Gollandiyani anaqalari bor-ku, Tatar futboliga javob bo'lganda, yangi narsa berishgan. Nimaga deyilsa, chunki Enzo Barzot shunaqa bir odam bo'lganki, o'rtoqlik uchrashuvi bo'lsa, mana misol uchun Norvegiya bilan o'rtoqlik uchrashuvi o'ynashmoqchi bo'lsa, Norvegiyani 4 kun, 5 kun oldingi o'yini bo'lsa, kimdir bilan o'rtoqlik, bu odam borib ko'rgan o'shani. Tushunyapsizlarmi? Bu u payt uchun bu dahshat narsa. Hozir mana hozirgi kunda bunaqa samolyotlar, reyslar zo'r paytda unchasi borib ko'rmaydi-da, lentani ko'rib qo'yadi. U paytda translyatsiyalar bo'lmagan, lentalar bo'lmagan 80-yillarda, 70-yillarda. U borgan har bitta o'yin, mana misol Italiya kimdir bilan o'ynasa, o'rtoqlik uchrashuvi, o'ylayapsizmi? Prosta o'rtoqlik. Bu borib o'sha jamoani o'rganib kelganda, keyin shunga moslashtirgan jamoani. Tushunyapsizmi? Endi hozirgi bu 21-asrda bu total globalizatsiya davrida siz misol uchun bitta rasmini tashladim, Bodiglimit degan Norvegiyani 12 oy qish bo'ladigan joyda klubda o'ynayotgan o'zbek bola o'ynasa, o'shani o'yinini topib ko'ra olasiz-da internet orqali. Tushunyapsizmi? Ya'ni seleksiya qila olasiz-da. Shuning uchun u terma jamoalar bilan hozirgi terma jamoalarni farqi bor. Hozirgi terma jamoalarni men ko'proq klublarga o'xshataman-da, klublashib ketdi. Ya'ni o'sha bir muayyan bir strukturaga o'xshatib olishdi-da, zo'r qilib olishdi. Shuning uchun kuchli jamoalar ko'payib ketdi-da. Mana misol uchun tan olish kerak, men O'zbekiston ham hatto 10 yil oldin bunaqa o'ynamagan-da. Hozir O'zbekiston ancha global darajada o'ynayapti. Ya'ni futbolchilarni ongi oshgan demoqchiman. Oldin unaqa emasdi-yu. Misol uchun
2001dan 2011danmidi, hali Abramov revolyutsiya qilganda o'zi odamlar shok bo'lganda, O'zbekiston aholisi shunaqa o'ynayapti debdi. Ya'ni nima demoqchimanki, ya'ni terma jamoalar oxirgi 10 yillikda kuchaydi-da, termalar o'zi. Shuning uchun mana bular hozir anaqalarni qo'rqmay oshiryapti-da sonini. A, nima deydi, jamoalarni. Chunki oldin Yevropada ham Yevropa chempionatida 16 ta jamoa yig'ilsa 8 ta kuchli bo'lardi-da. O'sha Gollandiya bo'lardi. Asosiy kuchli jamoalar kim bo'lgan Yevropada doim? Germaniya, Italiya, Gollandiya, a, birinchi eshelon bo'lsa, misol uchun qarang. Keyingi eshelon kim bo'lyapti? Mana misol uchun Ispaniya, Angliya, Fransiya keyingi eshelon. Nimaga bularni keyingi eshelon deyapman? Bular doimiy stabil turmaganda, bitta pokoleniyasi keyingi pokoleniyadan yaxshiroq bo'lmay qolishi ehtimoli bo'lgan. Keyin bulardan keyingi eshelon misol uchun Portugaliyalar bo'lgan. Bir-biri qo'shilib turgan Portugaliyalar bo'lgan, Daniya, Yugoslaviya bo'lgan. Endi to'g'ri haligi katta eshelonga qo'shsak bo'ladi Yugoslaviyani doim. Sovet ittifoqi bo'lgan. Ulardan keyingi etapda misol uchun o'sha 3-4-bosqichda Ukraina, Rossiya bir Shvetsiyalar chiqqan. Men aytmoqchi bo'lganim, hozir mana Yevropada siz qo'lingiz bilan 16 ta kuchli jamoani sana olasizda. Hozir Belgiya bormi, Norvegiya bormi, Norvegiyani bilan Italiya bilan o'yinini ko'rdingmi? Bu jamoa jahon chempioni bo'lsa bo'ladi-da bu o'yini bilan. Bu hech ham mubolag'a emasda. Bu mana bu Braziliyalarni sochib tashlaydi bu jamoalar. Bu Braziliya mamlaqa karnaval o'yinlari bilanda. Shu tomondan aytmoqchiman-da. Shuning uchun qarash kerak-da. Ya'ni hozirgi kunda bu jahon futbolini o'zgarishini hisobiga men shuning uchun aytamanki, u Peleni biz qirol deb yuramiz. O'zi mana qirol deyotgan odam o'zi Peleni o'yinini ko'rmagan-da. Masalan, u o'yinini ko'rmaguningizcha siz unga baho bera olmaysiz-da. Mendan ham mana bir xil narsalarni so'rashib, men uni bilmayman deyman. Kecha ham kechasi boyibdi akamiz Diokrishni so'radilar-yu. Diokrishni men o'yinini ko'rmaganman-da. Men u bolani o'zim bilmayman, Diokrishmi, Giyokrishmi mana hozir. Rasm tashlashda Giyokrish ekan. Men uni Diokrish deb yuruvdim, deb yuruvdim. Xullas, nima demoqchimanki, nima deydi, bilmagan narsamni, ko'rmagan narsamni men ayta olmayman. Lekin mana bitta o'yinchini ko'rsam, bitta jamoani o'yinini ko'rsam, men uni ayta olaman. Mana kasaklarni, mana misol uchun Liverpoolning o'yinini ko'rib aytyapman-da, mana Liverpoolning o'yinini ko'rib, mana shu joydan yeydi deyman, ya'ni yeyapti. Mana Leeds standartdan gol urdi menimcha, birinchi golini, yanglishmasam. Nimaga urdi? Chunki o'zi standartda kakashga-da Liverpool. O'zi bu ingliz futboliga tayyor emas. Arsenalni aytyapman, goli Naves kalla bilan gol, Ugul kalla bilan gol. Tushunasizlar, bu Arsenalning o'yinini ham 2-3 ta ko'rdim, bo'ldi. Всё, ular glavniy chertalarni o'zgartirmaydi-da jamoalar. Shuni aytishim mumkin. Lekin mana misol uchun men Peleni o'yinini ko'rmaganman, lekin men tahlil qilganda qayerda o'ynaganiga qarayman-da. Baribir misol uchun Amerikadagi futbol, Braziliyadagi futbol Yevropadan doim orqada bo'lganda, buni tan olishimiz kerak. Yevropadan orqada bo'lgan. Amerika jamoalariga olib berishgan baribir ko'p joylarda, misol uchun Braziliyani Shvetsiyada olgani yoki 78-yilga nima deydi, Argentinani olishi, bular hammasi dogovornyakda. Hatto FIFA degan kinoda ko'rsatib o'tishadi-ku. To'g'ri, endi Maradona chiqdi, keyin Maradona katta shaxsiyat bo'lib chiqib, anaqa Argentinani chempion qildi. Bu ham juda qiyin chempionlik bo'lganda. Nima demoqchimanki, bu Yevropa futboli kuchli bo'lganda, ya'ni misol uchun Gollandiyalar chiqqan, nemislar chiqqan, nemislar ko'p вообще dahshat bo'lganda. Chunki men futbolni ko'rgan odamlar, Germaniyani 70-yillarda, 80-yillarda ko'rganlar aytadi-da. Italiya endi qora ot bo'lganda, haligi Tommy Lashatka deydi, kutilmagan zarba beradigan odamlar bo'lgan italyanlar. Lekin asosiy kuchli jamoalar baribir eng kuchligi Yevropada Germaniya bo'lgan deb o'ylayveraman men. Doim sostavida haligani zverlar bo'lganda.
Gollandlar chiqqan total futbol bilan. Shu Yoxan Kroyf, mana misol uchun Beckenbauer bo'ladi, Rummeniggelar bo'lsa, bular Yoxan Kroyf bilan chiqqan. Keyin Van Bastenlar, Gulliklar chiqdi. Mana oltin to'p olgan avlodlarda. Единственный tomoni Gollandlar jahon chempioni bo'la olmagan. Endi men buni bilmayman. O'sha o'yinlarni bir tahlil qilish kerak. Bular atiq qilganmi Gollandlarga, cho'p tiqqanmi oyog'iga. Lekin 88 da bular yutgan. O'zi o'shanda ham italyanlarning xatosi bo'lgan, nemislarning xatosi bo'lgan. Shuni hisobiga ular yutib ketadi. O'shuki endi italyanlar nimaga cho'rni lashatka deyotganim, italyanlar u paytda falsafa nima deydi faylasuflar bo'lishganda, futbolga faylasufona qarayverishganda, shuning uchun yutish mumkin bo'lgan joylarda yutqizishgan. Misol uchun 90-yillarda 90-yilgi jahon chempionatida o'sha penaltilar seriyasiga olib kelgunicha xato bo'lgan, u alohida tahlilga 86-yil, 88-yilgi xatolar, 92-dagi xato, 94-dagi Sakini qattiq o'zini fikrida, jinnicha fikrda turib olishi, chunki 94da o'sha mana Baggio charchadimi, просто Baggioni olib tashlab Zoladan foydalansa bo'lardi. Mumkin bo'lgan, chunki Zola o'sha paytda Baggioni o'rnidan past o'yinchi bo'lmaganda. Nima deydi, qaysidir bir chertalari bilan yutqizgan bo'lishi mumkin. Chunki uni ham ko'rganman, Zolalarning o'yinini men. Qanaqa bolalar, qanaqa talant. U o'yini chiqmay o'sha Chelsiga borganda bu bolalar bitta o'zi o'yinni hal qilardi-da. Bunaqa o'yinchi hozir kamda. Bitta o'zi просто o'yinni hal qilib tashlashgan. Endi nima demoqchiman, o'sha 94dek xatolar, 96da вообще kulgili, 98da nima bo'lganini bilamiz. Misol uchun o'sha Baggio agar men aytaman-u, o'sha chorak finalda agar golni urganda biz Zidanni ko'rmasligimiz ham mumkin edi. Siymosini, bunaqa siymoni. Umuman boshqa yoqqa aylanib ketishi mumkin edi futbol. O'zi 94da ham shunaqa deyishadi. 94da agar Italiya jahon chempioni bo'lganda umuman Braziliya futboli boshqacha bo'lardi deydi. Endi ular hammasi taxmin. Men nima demoqchimanki, Italiya o'sha faylasufligi uchun shunaqa bo'lgan. Xo'p, qadrli do'stlar, ovozim chiqmay qolgan ekan. Xo'p, qadrli do'stlar, qaranglar, menda internet ishlamay qoldi. Ming bor uzr. Endi bu mendan emas, bo'lmasa Wi-Fi ishlatayotgandim. Bunaqa bo'lishi kerak emasdi.